Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 23-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. 23-hadisimiz: iymon toat bilan ziyoda bo'ladi, ma'siyat bilan kamayadi. Ushbu hadisni o'qib o'rganib chiqamiz. Abu Said Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: sizdan kim biror munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Agar qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin. Agar qodir bo'lmasa, qalbi bilan qaytarsin. Ana o'sha eng zaif iymondir dedilar. Muslim rivoyati. Ushbu hadisni tagida izoh ham bor ekan. Kishi ushbu martabalarni ortga surishi bilan iymon zaiflashib, uni noqis bo'lishiga dalolat qiladi. Xo'p, shu o'qigan hadisimizni hayotimiz tarzida amal qiladigan solih bandalar bo'lishini, shu narsaga ergashadigan, shu narsa bilan yashaydigan bandalar bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, iltijo qilib so'rab qolamiz. Ushbu ko'rib turgan videolarga bir dona like, podpiska, kommentariyalarda izohlar qoldirib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolardik. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.